Men o'zbekcha gapiryapman. Ba'zilar aytadi, "Sen O'zbekistonda tug'ilgan 8 yoshi bilasan." Yo'q, uning uchun emas. O'zbekistonda to'rildim, O'zbekistonda cho'ng'oydim, maktabda da o'sha yoqda bitdim. Biroq Qirg'iz maktab, Qirg'iz balabog'chada o'qidim. Men O'shqa kelib o'zbek tilini o'rgandim. Biroq bir narsani aytayin. Ulutun jamana bo'lmaydi. Не бывает плохого народа, а бывает плохой человек. Всё. Hurmatli yoshlar, jalpinglarga aytarim. Ulutni jamon deb bo'lgandir, alarning jon dunyasi o'lgandir. Ulutni jamon deb suylab turgandir, alarni dan aytam, Xudoy urgandir. Payg'ambarimiz alayhisalomdan bir hadis aytam sizlarga. Emne üçün aytatam? Hurmatli yoshlar, kelingizlar. Bugün mekan suyu imandan, hubbul vatan minal iman. Ana la arif lugatal arabiyya. Men arabcha söyley almayım. Biroq bir narsani aytayin. Qancha til bilsang, o'shancha dil bilasan. Bugün kerakli ma'lumotni barini boshqa yerdan olib otam. Baringlardan so'ranam. Kelingizlar, hurmatli studentlar, o'qib yurgan kezimizda qiynaldik.